Navbatdagi video obzorimizda Lava mashinasiga o'rnatib bergan izotermik furgon haqida ma'lumot berib o'tamiz va narxini aytib o'tamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlaverasiz va kommentariyada o'z fikrlarini aniq yozib qoldiringlar. Qani ketdik. Do'stlar, bu o'rnatib bergan furgonimiz haqida ma'lumot berishni boshlayman. Balandligini 1.40 qilib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Qalin alikafondan 21 mikronli juda baquvvat qo'lim va qoshlarga ahamiyat qaratib o'rasizlar. Polni nержавейка nikel qilib berganmiz, 201 markali va pastiga sanduqcha. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham ichi qalin bo'ladi, qalin profil, 2x2 profil, stenkasi 1.2 juda baquvvat bu ham ko'rishingiz mumkin. Va qulf kalitlari bilan. Mana ko'rishingiz mumkin. Qulf kalitlari bor. Yo'llari polni nержавейка nikel. Ahamiyat qaratib o'rasizlar. Endi orqa qismiga o'tamiz. Ahamiyat qaratib o'rasizlar. Bu orqa qismining ko'rinishi. Zamoklari rossiyskiy zamok, turbalargacha nikel qilib berganmiz va eshik uchun ilmoqcha, ko'rishingiz mumkin. Eshikni ildirib qo'yasizlar, orqasidan yuk chiqib qolsa. Past qismiga zadniy duga, polni nержавейка nikel. Zadniy duga haqida ma'lumot berib o'taman. Bu faqat chiroy uchun emas, bu sizga himoya vazifasini ham bajarib beradi va juda baquvvat ko'rishingiz mumkin. Tepasiga keladigan bo'lsak, tarnov ahamiyat beraverasizlar. Bu suv oqishi mo'ljallangan. Tepa qismida suv to'da bo'lib qolmaydi. Bu ham nержавейка nikel. Endi eshigini ko'ramiz. Ahamiyat qarataverasizlar. Polni turistskiy rezina eshigini yonlari. Bu issiqda muzlab qotib qolib titilib ketmaydi, yozgi kuni ham qotib qolmaydi. Sifatiga javob, garantiyasi bor. Biz o'z ishimizga har doim javob berib kelganmiz. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, polni alikafon qilib berganmiz. Ahamiyat qarataverasizlar. Juda chiroyli chiqqan 21 mikronli alikafon. Poliga atsinkovka list turib berganmiz. Splashnoy yo'llarini ko'tarib berganmiz. Vannachali qilib. Bestik. Bu matvi list, bu chirimaydi ham, zanglamaydi ham. Bunga ham katta kafolatimiz bor va bu yoqda tungi yoritgich. Kechqurun yuk ortsiz yo tushirsiz, mana shu tungi yoritgich shunday yoqib qo'yasiz, yoriq qilib beradi. Qo'ldan kelgancha yo'llarni ham polni nержавейка nikel qilib berganmiz. Biror joyda ochiq joyi yo'q, juda chiroyli, juda go'zal chiqqan. Ahamiyat qarataverasizlar. Siz o'z biznesingiz uchun mos furgon tanlay olmayapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Xohlovchilarga mana shunaqa izotermik furgon, ichi alikafon, tashqi qismi ham alikafon. Xohlovchilarga ichini fanerlik variant qilib beramiz va bu yoqda bortli tent va o'zining sifatini yo'qotadigan mahsulotni tashish uchun xolodilnik furgonlarimiz ham mavjud va bir narsani aytish yodimdan chiqibdi. Bu furgonning narxi qancha deb o'ylaysizlar? Mana shu holatda 14 million so'mga tayyor bo'ldi. Dokumenti ichida 5 yil kafolati bilan. Biz 1 yil, 2 yil, 3 yil deb o'tirmaymiz. Katta kafolat, 5 yil kafolat, bunaqa kafolat hech qayerda yo'q. 5 yil besplatni servis xizmati. Kimga shunaqa furgon, bortli tent, xolodilnik furgon, tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar va bizning korxonamiz 20 yillik ish tajribasiga ega va biz har bir qilib bergan ishimizga kafolat beramiz va bunaqa qulayliklarni hech qayerdan topa olmaysiz. Sog' salomat bo'ling. Sizni kutib qolamiz. Avtofurgon to'g'ri tanlov.